Marker pomadani sizga hech kim aytmagan kamchiliklarini aytaman. Bu videodan keyin meni ko'pchilik yomon ko'rib qoladi. Lekin mening rubrikamda har bir mahsulotni plyus va minus tarafini ochmoqchiman. Keling, yaxshi tarafini bo'lishaman. Buni surish qulay. Surganda hech qanday kontur kerak bo'lmaydi. Hidi juda ham zo'r, ham ta'mi ham zo'r va juda ham stoyki. Labingizga surganingizda hech qanday pomada surilgani bilinmaydi. Endi keling, hammani qiziqtirgan minus tarafini gapiramiz. Minus tarafi shundaki, bu marker pomadalar quruq lablarga tushmaydi. Chunki surgandan keyin postlari ajralib qolishi mumkin. Sizga maslahat, agar labingiz quruq bo'lsa, oldin balzamlarni ishlating. Yaxshilab namlantirib olgandan keyin esa bu markerni ishlatishingiz mumkin. Ikkinchi minus tarafi, bu markerlar tez qururkan, mana ishlatganimga hali ko'p bo'lmadi, lekin boshidagidek sochni surilmaydi va tez qurib qolar ekan. Men bilgan yagona minus mana shunda. Qolgan tarafdan bunga 5 dan 4 bahoni qo'ysa bo'ladi. Tavsiya qilaman. Agar sizga shunaqa plyus minus rubrikasi yoqsa, menga obuna bo'ling, buni saqlanib qiling va dugonangizga yuborib qo'ying.